Toshkentda mutlaqo tekinga ovqatlansa bo'ladigan joy borligini bilarmidinglar? Ketdi. Dastlab noto'g'ri eshitmadinglar. Shu tili nech pul bo'lsa ham bir so'm to'lamasdan chiqib ketishingiz mumkin ekan. Videoni oxirigacha ko'ring. O'zini qurtobasi va tandir kaboblari bilan mashhur bo'lgan Uzum milliy oshxonaga keldik. Uzum nomi patentlangan hisobiga hozir kafe nomi afzal bo'lgan. Bu joy tandir kaboblarini hamma biladi. Qurtobalari alohida mavzu. Ko'rayotganingiz 2 kishilik, lekin 3 kishi ham yevorsa bo'ladi. Mazalari zo'r. Agar ko'proq go'sht bilan yeyman desanglar, ustiga bir ikkita shashlik qo'ydirib yuborsanglar ham bo'lar ekan. O'z-o'zini jaydari borligi bo'lsa, burgerni o'zgachasi bor ekan. Bunda buxanka nonni o'rtasini olib tashlab, ichiga 4 ta shashlik solib berishadi. Shu turishi 80 ming. 2 kishi bemalol to'yadi. Kaboblari suvlikkina. Undan chiqib qolgan so'klari nonga o'tib, yanada o'zgacha ta'm beryapti. Tavsiya qilaman, albatta yeb ko'ringlar. Shu tili tekinga tushishini xohlasanglar, kassa yonida shunaqa akvarium bor ekan. Akvarium ichidagi stakanga tangani to'g'ri tushira olsangiz, nech pulli ovqat yegan bo'lsangiz ham hammasi tekinga tushar ekan zo'ra. Bitta chekka, bitta imkoniyat. Tangani suvga tekkizmasdan tashlash kerak ekan. Albatta sinab ko'ringlar. Adres Bitonka, Kelesmostidan Zamona to'yxona tarafga yurganda o'ng qo'lda. Afzal milliy oshxona. Videoni eng yaqinlagan yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.